Salamlaşış, kütülmegen mehmanlar. Ehsan Bey hujrasida Navri tuqqanlardan Mustafa va Khadija bilan o'ynayotdi. Birdamdan keyin Ehsan Beyning dadasi Muhammad apandi kirib ularga: "Bolalarim, sizlarga bir xush xabarim bor. Bugun kechda uyimizga mehmon keladi. Mehmonlarning ichida sizlardek o'moq 3 bola bor. Ular bilan birga tanishib o'ynanglar." Balalar bu gapni anglab bek yayrab ketdi. Muhammed dağa, mehmonlarning orasida qiz bola adashmi bormi? Agar bo'lsa, ular bilan mehmondorchilik o'yini o'ynaymiz. Ha, bor. Bu 3 kichik mehmonning biri qiz, ikkisi o'g'il. Qiz bola adash Yaponiyadan, o'g'il bola adashlarning biri Afrikadan, yana biri Amerikadan keladi. Balalar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Dunyoning o'xshamagan yerlaridan mehmonlar keldi ekan. Bu qaltis ish bo'ldi. Ular mehmonlar bilan tanishishga aldirab ketishdi. Ehsan Bey va Navri tuqqanlari o'zlari o'ynayotgan uyni darhol ratlashga kirishdi. Uzun o'tmayla eshik chekildi. Saqlagan mehmonlar yetib kelgan edi. Ehsan Beyning dadasi mehmonlarni mehmonxona uyga taklif qildi. Ehsan Bey, Mustafa va Khadijalar texicha hujra uyda edi. Ular kelgan do'stlarini xush keldinglar deb kutib olish kerak edi. Ehsan Bey Navri tuqqanlarga qarab: "Acaba ular tilimizni bilamdi-qandu? Bilmisichu, endi qandoq qilamiz? Ular bilan qandoq salomlashib, qandoq tanishimiz?" Bolalar nima qilarini bilmay bir-biriga qarashdi. "Mundaq qilaylik do'stlar. Ularga o'zlarining tilida yaxshimisiz desak bo'ladi. Amerikaliklar inglizcha so'zlashadi. Inglizchada hello, yaxshimisiz degan gap. Amerikalik do'stimizga bu so'z bilan salom qilsak bo'ladi. Undaqda, ammo Afrikalik va Yaponiyalik do'stlarimiz bilan qandoq salomlashamiz?" Bu tas emas. Men yapon tilida yaxshimisiz deganni bilaman. Televizordan sayohat programmasi ko'rgan vaqtimda anglagan edim. Onam ikkimiz bu so'zni bir qancha qaytim takrorlab o'rganib olgan edik. Ajab yaxshi qilib ekanmiz, endi asqatadigan bo'ldi. Yapon tilida konnichiwa, yaxshimisiz degan gap. Yaponlik do'stimiz bilan shunday salomlashsak bo'ladi do'stlar. Sizlarni deb beqo'laqini. Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. Ha, endi esimga keldi. Men bir hujjatli filmda ko'rgan. Uningda naqsh aytadigan afrikalik bolalar bor edi. Bir-biriga qandoq salom qiladi? Jambo deb salom berganda qilgan. To'g'ri shundoq. Jambo degani yaxshimisiz degani bo'lsa kerak. Cho'qim shundoq deyamayman. Ish qilib afrikalik do'stimiz bilan shundoq salomlashsak bo'ladi. Balalar qandoq salom berishni shundoq hal qilishgandek qiladi. Shunga xushalliqda bir-biri bilan quchoqlashib ketdi. Yana nimaga qarab tursizlar? Chiqib mehmonlar bilan tanishinglar bolalarim. Ehsan Bey dadasiga qaysi so'zlarni ishlatib salom berdiganligini aytib berdi. Qaltis, yaraysizlar. Bu so'zlar bilan adashlaringlarga ayrim-ayrim salom qilsanglar bo'ladi. Lekin mening texmi yaxshi bir fikrim bor. Men mehmonlarning uchinchisi tushunadigan bir so'zni bilaman. Qaysi salom so'zi? U, dada. Bu balalarmı sizlarga o'xshash musulmon oilaning bolalari. Nemishqa ularga salomlarning eng güzeli bilan salom qilmaysizlar? Salomlarning eng güzeli qaysi? Muhammad tog'a? Assalomu alaykum degan so'z. Bu salom so'zi sizlarga tinch amonlik yor bo'lsin deganlikdir. Men musulmon, mendan senga ziyon kelmaydi deganlikdir. Salom so'zi yana xotirjamlik, sog'liq, muvaffaqiyat, erkin ozodlik degan ma'nolardami keladi bolalarim. Bundaq salomlashish balalarning aqliga faqatli kelmagan edi. Ular endi qiynalmayla salomlasha oladigan bo'ldi. Uchaylan mehmonlarning yiniga chiqishdi. Mehmon balalar sal jiddiylashayotgandek ko'rinadi. Ehsan Bey ularning nemishqa jiddiylashganligini tushundi. U va do'stlari birlikda kulib sirgan holda "Assalomu alaykum." Bu salomni anglab, mehmon bolalarning yuzlaridagi jiddiychilik yo'qolib, uning o'rnini o'maq beqishlar oldi. Ularmu tamkinlik bilan javob berishdi. Salomlashish hammalarni xush qildi. Ular ham salomlashdi, ham salomning ma'nosini tushunib, bir-biriga duo qilishdi. Shu oqshimi bolalar yaxshi tanishib oldi. Paranglashalmasimi ishoratlar bilan o'zaro tushunishib, qiziqarli o'yinlarni o'ynashdi. Vaqtni xushal-xuram o'tkazishdi.